Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun men sizlarni freezing dasturi bo'yicha qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Qanaqa imkoniyatlari bor, nimalar qilish mumkin va shu asosida nimaga erishish mumkinligini ham aytib o'tmoqchiman. Demak, freezing dasturini mana oldindan yuklab olingan bo'lsa, freezing dasturini ochamiz. Mana yuklanyapti. Mana yuklangandan keyin oynasi ochilganda welcome deydi. Demak, bu xush kelibsiz degani kirish so'zi bilan boshlangan. Demak, birinchi navbatda bu yerda nimalardan tashkil topgan. Mana ofisga o'xshagan fayl, redact period, element, read, okno, pomosh va boshqa narsalar turibdi. Maketni plata, keyingi panelimizda maketni plata. Buni agar bosadigan bo'lsak, breadboard turibdi. Prinsipialna sxema, prinsipialna demak maket platada xohlagan narsani qurishingiz mumkin. Mana o'ng tomonda bazasi bor o'zini, demak rezistor, kondensator, demak boshqa bir qancha narsalar turibdi. Demak, buni bosgandan Arduino ham kelib chiqadi. Demak, Arduinolarni ham xohlagan Arduinolarni ham yuklash mumkin, mana qo'yishimiz mumkin. Va boshqa bir qancha mana Arduinolarning har xil nimalari bor. Mana Intel nimalari yana mana bu yerda demak tranzistor va xohlagan mana masalan LED lampochkalarni qo'yish mumkin. Va xohlagan prinsipial sxemalarni, demak mikrosxemalar bor mana. Barchasini elektron sxemasini yig'ish imkoniyatiga ega bo'ladi. Demak, mana zaznameniyalar va boshqa narsalar bor. Buni mana masalan ulaydigan bo'lsak, demak ana ulab qo'ydik. Endi shu narsani demak prinsipial sxemasini mana ko'rish mumkin. Mana pechatli platasi, elektr sxemasi salgina kichkina o'tdi. Hozir ko'ramiz. Pechatli sxemasi, demak mana shunday plata yaratish mumkin. Mana kod qismi. Kod qismida demak C++ yoziladi. Demak, oldindan agar tayyorlab qo'yilgan bo'ladigan bo'lsa, demak mana shu yerdan olib kopirovat qilib olib, demak freezing dasturiga tashlasak, demak mana kodi paydo bo'ldi. Demak, misol uchun xohlagan kodni tashlab yoki programmani tashlab yig'gan sxemamiz bo'yicha tashlashimiz mumkin C++. Undan so'ng demak mana bu yerda saqlanib degan knopkamiz bor. Demak, ruschasiga mana o'zi okno chiqadi, qayerga saqlay deb turibdi. Demak, mana saqlanib deymiz. Ana paydo bo'ldi, saqlanib bo'ldi. Demak, mana buni endi ishlatishini ko'rishimiz ham mumkin, lekin sal qiyinroq. Mana shu ishlarni amalga oshirish mumkin bu programmada. Xo'sh, mana demak saqlanib deymiz. Ana endi ko'ramiz mana
yil